Implant tanlayotganda 3 omilga e'tibor berish kerak. Birinchi omil implant ishlab chiqaruvchi mamlakat va brend ishonchligi. Hozirgi paytda Koreya, Shvetsariya, Germaniya va Italiya brendlari o'z o'rnini topgan va odam sog'lig'iga zararsiz ekanligi isbotlangan. Men hozirgi paytgacha Koreya, Shvetsariya, Italiya va Germaniya brendlaridan foydalanib kelganman va hali 10 yildan beri meni hech ham uyaltirmagan, Xudoga shukr. Agar bular narxiga to'xtaladigan bo'lsak, koreyskiy implantlar hozirgi paytda $300-350. Italiya brendi asosida ishlab chiqarilgan implantlarimiz $400. Shvetsariya implantlari bo'lsa $800 qilib belgilangan. Ikkinchi omil bu suyak holati. Har bir bemorimiz individual inson hisoblanadi va suyakni zichligi, suyakni holati va bemor umumiy holatiga qarab implant turi belgilanadi. Bizaga konsultatsiyaga kelganingizda 3D rentgen qilamiz va suyak holatini, zichligini ko'rib, sizlarga har bir bemorga individual plan lecheniya tuzib beriladi. Uchinchisi, eng asosiy omillardan biri bu tajriba. Agar zo'r implant qo'yib qo'ysangiz ham, zo'r implantlar bilan ishlansa ham, vrach tajribasi yetarli bo'lmasa va zamonaviy texnologiyadan foydalanilmasa, baribir implant bitishi yo juda ham qiyin bo'ladi, shishadi, ko'karadi, og'riqli bo'ladi yoki umuman bitmay qolishi ham mumkin. Insonni vrachcha tajribasi juda ham muhim. Implantatsiya o'zi O'zbekistonga kirib kelganiga juda ham ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Men implantatsiyani boshlaganimda bu ayol kishi qiladigan ish emas degan tanqidlar juda ham ko'p bo'lgan. Hattoki leksiyalarda hammasi erkaklar bo'lib, bitta men ayol kishi bo'lib, uyalib bir malaka oshirgan paytlarim ham bo'lgan. Lekin hozirda eng malakali ayol implantologlardan biriman deb bemalol ayta olaman. Agar sizlarga og'riqsiz, tajribali va ishonchli ayol implantologlar kerak bo'lsa, bizning sahifamiz